Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi dinshunoslik darsimizning mavzusi islom dini tarixi, asosiy tamoyillari va ta'siri deb nomlanadi. Bugungi mavzuyimizda quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchisi islom dini haqida, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam to'g'risida, islomning asosiy manbalari, islomning 5 farzi, islom axloqiy qadriyatlari, shariat va islom huquqi, musulmon dunyosining rivoji, islom madaniyati va ilm-fanga qo'shgan ta'siri, hozirgi kunda islom dini, islom va boshqa dinlar haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, islom dini, islom ta'limoti, islom so'ziga agar ta'rif beradigan bo'lsak, islom so'zi Allohga o'zini topshirish, itoat etish, taslim bo'lish, bo'ysunish ma'nolarini beradi. Islom dini ta'limoti bo'yicha Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarga avvalgi payg'ambarlar O'rta Yer havzasi sivilizatsiyasi ichida ma'lum bo'lgan, ishini davom ettirgan, ular dinini qayta tiklagan, qiyomat oldida yuborilgan payg'ambar, nabiy va rasul deb tan olingan. Demak, islom to'g'risida aytib o'tadigan bo'lsak, islom dini 7-asrda Muhammad sallallohu alayhi vasallam tomonidan Arabiston yarim orolida asos solingan. Bugungi kunda dunyoning 2 milliarddan ortiq aholisi musulmonlari bor. Islom dinida islom bu faqat din emas, balki butun hayot tarzini o'z ichiga oluvchi e'tiqod hisoblanadi. Islom dini tarafdorlari jahon aholisining 20%ga yaqin qismini tashkil etadi. Bugungi kunda islom dini eng tez rivojlanayotgan dinlar hisoblanadi. Yosh din bo'lishiga qaramasdan butun dunyoda tez rivojlanib borayotgan dinlardan biri bo'lib hisoblanar ekan. Demak, butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda eng katta musulmon jamoalari bu Indoneziya, ya'ni 165 millionni tashkil etadi. Keyingisi Pokiston 125 millionni tashkil etadi. Bangladesh 120 million, Hindiston 93 million, Eron 63 million, Turkiya 61 million. Arab mamlakatlaridan eng yirigi Misrda 48 million, Nigeriyada 43 million aholi e'tiqod qiladi. Demak, darvoqe arablar barcha musulmonlarning 20%ni tashkil etar ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Muhammad ibn Abdulloh 570-632-yillar islom dinining asoschisi va oxirgi payg'ambari hisoblanadi. U Makkada tug'ilgan va 40 yoshida vahiy kelib islom dinini yoya boshlagan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam islom dinini yoyib musulmon jamoasini shakllantiradilar va Madina shahriga davlat asoslarini yaratadilar. Islomning asosiy manbalari, islom dini 2 asosiy manbaga ega. Ya'ni birinchisi bu Qur'on Allohning so'zi bo'lib, Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yuborilgan ekan. Hammamiz bilamiz, Muhammad sallallohu alayhi vasallam hayotlarida aynan o'sha vahiy keladigan paytda ko'proq yolg'izlikni istab qoladilar va shu kunlarning birida Hiro g'orida u kishiga mana shu Jabroil alayhissalom farishta orqali Qur'oni Karim nozil bo'lgan ekan. Keyingisi esa hadislar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning so'zlari va amallari hisoblanadi. Demak, islomning 5 farzi bor. Islomda har bir musulmon bajarishi lozim bo'lgan asosiy 5 farz. Bu birinchisi shahodat, ya'ni kalima-i shahodat keltirish, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning elchisi deb iymon keltirish. Ikkinchisi namoz, ya'ni kuniga har bir musulmon 5 mahal namozni ado etishi kerak. Ya'ni bu bomdod, peshin, asr, shom va xufton namozlari hisoblanadi. Keyingisi esa ro'za. Har bir musulmon kishisi muqaddas Ramazon oyida ro'za tutishi va zakot berish, boylar kambag'allarga yordam berish sharti. Va 5-inchisi, ya'ni haj safari imkoni bo'lganlarga
haj safarini bajarish, ya'ni hayoti davomida kamida bir marta Makkaga borish. Islom axloqiy qadriyatlari quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi halollik va rostgo'ylik, ya'ni har bir ishda halol bo'lish, rostgo'y bo'lish. Keyingisi adolat va tenglik, ya'ni har bir kishi, har bir musulmon bir-biriga nisbatan adolatli va teng muomalada bo'lish. Keyingisi mehr-oqibatlik va saxovatlik va oxirgisi sabrlilik va tavakkallik hisoblanar ekan. Shariat va islom huquqi. Xo'p, shariat nima? Shariat islom huquqiy tizimi bo'lib, Qur'on va hadislarga asoslanadi. Shariatda quyidagi asosiy bo'limlar mavjud. Ya'ni birinchisi ibodat, Allohga sajda qilish qoidalari, ikkinchisi muomala, tijorat va moliya, jinoyat huquqi, jinoyatlarga jazo va keyingisi oila huquqi, nikoh va meros masalalari ko'rib chiqilar ekan. Demak, musulmon dunyosining rivoji 7-12 asrlar orasida islom dunyosi katta taraqqiyotga erishadi. Ya'ni Abbosiylar, Umaviylar va Usmoniylar imperiyalari islomni butun dunyoga yoyishadi. Islom madaniyati va ilm-fanga ta'siri, ya'ni islom dinining ilm-fanga o'tkazgan ta'siri. Islom olimlari matematika, tibbiyot, astronomiya, falsafaga o'z hissalarini qo'shgan ekanlar. Mashhur olimlar Al-Xorazmiy algebra asoschisi hisoblansa, Ibn Sinoni bizlar tibbiyotga katta yutuq, o'z hissalarini o'zining katta yutug'i bilan hissasini qo'shgan buyuk olim, mutafakkir sifatida taniymiz va Al-Biruniy geografiya va astronomiya sohasi bo'yicha juda ham katta ishlarni amalga oshirgan buyuk mutafakkir, faylasuf olimlar hisoblanar ekanlar. Hozirgi kunda islom tez rivojlanayotgan dinlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni mavzuyimizni boshida aytdik, islom dini dinlar bo'yicha eng yosh din bo'lishiga qaramasdan dunyo bo'yicha juda ham tez rivojlanib borayotgan dinlardan biri bo'lib hisoblanadi. Musulmonlar dunyo miqyosida siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarga katta rol o'ynayotganligini aytishimiz mumkin. Islom va boshqa dinlar. Islom boshqa dinlarga hurmat bilan qarashni aytib o'tgan, boshqa din vakillariga hurmatda munosabatda bo'lish, ularni dinlarini ham hurmat qilish. Islomda nasroniylar va yahudiylar ahl al-kitob deb atalib, ular bilan tinchlikda yashash tavsiya etiladi. Umuman olganda albatta hech qaysi bir din yomonlikka yetaklamaydi. Xuddi shuningdek islom dini ham ezgulikka yetaklovchi din bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi. Necha minut bo'ldi? Undan tashqari islom dini asosiy ikkita yo'nalishga bo'linadi. Bu shiyalar va sunniylar. Sunniylar albatta islom dinining eng asosiy qismini tashkil etadi. Uni ichiga ham bir necha yo'nalishlar kirib ketadi. Islom dinida sunniylikda ham, shiyalikda ham. Umuman olganda islom bu faqatgina ibodat qilish tizimi emas, balki insonning barcha hayot jabhalarini qamrab oluvchi eng mukammal din hisoblanadi. Demak, bu adolat, mehr, oqibat va insoniylikni targ'ib etadigan eng mukammal dinlardan biri bo'lib hisoblanadi. Sunniylik dinni o'zini olib qaraydigan bo'lsak, unda to'rtta mazhablar bor. Bu Hanafiylik, Hanbaliylik, Molikiylik va Shofiylik mazhablari bo'lib hisoblanadi. Albatta ko'pchilik sharq dunyosi ko'proq Hanafiylik mazhabiga e'tiqod qilishadi. Bu ham albatta Qur'oni Karimni bundan tashqari boya aytganimizdek, islom dini ezgulikka yetaklovchi din hisoblanadi. Ya'ni islom dinida insonlar bir-biriga hurmatda bo'lishi aytiladi. Ya'ni boya aytganimizdek bir-biriga nisbatan adolatli bo'lish, rostgo'y bo'lish,
birovni haqqini yemaslik, yetimning haqqini yemaslik asosiy islomning o'sha shartlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Demak, islom dini bilan agar boshqa dinlarni taqqoslaydigan bo'lsak, boshqa dinlarga qaraganda boshqa dinlarga nisbatan ham bag'ri keng bo'lish, ya'ni ularni urf-odatlarini hurmat qilish, ularni udumlarini hurmat qilishga undaydi. Ya'ni qaysi bir din bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlar boshqa din vakillarini albatta udumlarini, urf-odatlarini, ularni e'tiqodini hurmat qilishlari aytib o'tiladi.